Asalari deganda ko'pchiligimiz faqat asalni tushunamiz. Asalarining tabiatdagi mohiyati nafaqat changlatish orqali hosildorlikni oshirish, shu bilan birga tabiatning muhim bir ajralmas bo'lagi hisoblanadi. Bir kilo asal to'plash uchun asalaridan 2 milliondan ortiq gullarga qo'nishi kerak. Asallarni parvarishlash bu oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdir. Hozirgi zamon olimlarimiz aniqlashi bo'yicha har bir yeyotgan 3-qoshiq ovqatimiz asalarilarga bog'liq. Agar asalarilar bo'lmasa, do'konlarimizdagi mahsulotlarda yarmidan ko'pi yo'qoladi. 9%ga oshib, olma esa 8.3% ga oshgan. Gulli o'simliklarning 80% asalarilar yordamida chaynatishga muhtoj. Bodom va piyoz hosildorligi 100% arlar chaynatishiga bog'liq. Asalarilarning iqtisodiyotga qo'shadigan jami hissasi ular to'plagan asaldan 20 baravarga ko'pdir. Hozirgi kunda iqlim o'zgarishi, kimyoviy moddalar va turli xil kasalliklar oqibatida asalarilar hayoti xavf ostida. 20 oy butun jahon asalarilar